Ha, o'zi boshlanishi sizdan bo'lgan. O'sha aytdim-ku, sizni videongizni tashlab berishgan Italiyani. Keyin Italiyaga отказ olgandan keyin уже Germaniyaga agentство qidirish boshlaganman. O'shanga ham keyin sizga ishonib kelganman. Germaniyaga talabalik vizamni qabul qildim. Hammaga salom, ismim Shahboz. Germaniyaning Hochschule-Rheinwald universitetining magistratura bosqichining Finance va Economics yo'nalishiga qabul qilindim. Ismim Shahboz, Buxoro viloyatidanman. Buxoro davlat universitetining iqtisodiyot fakultetini bakalavr bosqichini tamomlaganman. Baholarim a'lo va IELTS sertifikatim bor. Natijam 6. Hammasi 2023-yilni bahor oylaridan boshlangan. Bu sabab o'rtoqlarim work and travel qilganligi sababli men ham Germaniyaga foreign job qilishga qaror qildim va agentство orqali foreign job qildim. Shu davr mobaynida Germaniyaning hayot tarzi, odamlarning samimiyligini ko'rib, yana qaytib Germaniyaga borish ishtiyoqi paydo bo'ldi. YouTube'da video ko'rayotgan paytimda Iskandar akaning videolarini ko'rganman. Italiyada yana 100% grant va 8000 yevrogacha scholarship yutib bo'lishingiz mumkin degan videolari. Shundan ruhlanib motivatsiya kelgan va Italiyaga topshirganman. Afsuski o'zim topshirganim sababli ayrim dokumentlarga kamchiliklar borligi sababli rad javob kelgan, universitetga kira olmaganman. Italiyaga rad javobni olganimdan keyin o'sha Iskandar akaning videolarini ko'rib, ya'ni Germaniyaga topshirmoqchi bo'ldim. Chunki ularni qanaqadir Yevropada bo'lganliklari va u yoqdagi sharoitlarni borligicha ko'rsatib berganligi sababli shu Instrax jamoasini tanlashga qaror qildim va bu qarorimdan afsus emas. Italiyaga o'qishga topshirganim sababli Germaniyaga ozgina kech qoldim. Shunday bo'lsa ham 2 kun qolganda Instrax jamoasi bilan bog'lanib, o'zim haqimda ma'lumotlarni berib va ular juda ham tezlik bilan men uchun mos bo'lgan universitetni tanlab, hujjatlarni topshirishdi. Bular Berlindagi International Europe universiteti, bu xususiy edi. Keyin hozir men kirgan Hochschule-Rheinwald universiteti edi. Hozirgi Hochschule-Rheinwald universitetini tanlashimdan sabab bu public universitet, ya'ni davlat universiteti bo'lganligi uchun, ya'ni u yerda 100% grant bor va davlat baribir universitetlari obro' jihatdan ancha ustunroq deb o'yladim. Yana bir sababi bu yerdagi o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida olib borilar ekan. O'zim o'tgan yili Yevropada bo'lganligim sababli o'ylashim bo'yicha bu safargi adaptatsiya jarayoni ancha yaxshi va oson kechadi deb o'ylayman. Yana bir qulayliklardan biri bu Instraxda talabalarning ko'pligi va bular talabalarni bir-biriga yaqin universitetlarga joylashtirishi. Bu menga nima berdi? O'zimga yaqin bo'lgan shaharchalarda, masalan, o'rtoqlar va birga O'zbekistondan ketadigan hamyurtlarimiz bilan borib, bu yoqda adaptatsiya jarayoniga oson o'tkazish uchun ancha yaxshi deb o'ylayman. Albatta, hech qanaqa shubhasiz Instrax tavsiya qilib qolaman, chunki bu yerda o'z ishining mutaxassislari va sizni qanaqa muammolardan qat'iy nazar sizga yordam berishga o'z qo'lini cho'zadigan mutaxassislar bor.